Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz 8. ders Allah'ın Er-Rahman Er-Rahim sıfatı. Allah Taala'nın 99 ismi sıfatı var. Biz ötken saat dersimizde El-Alim degan sıfatı öğrendik. Bugünkü dersimiz nemiken Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim degan ikki sıfatını öğrenip o'tamiz. Er-Rahman, Er-Rahim degan sifatni o'rganib o'tamiz. Qur'on Karimda bu Er-Rahman va Er-Rahim degan sifatlarni aytim ko'p uchraydi. Ya'ni qanchada kelibdi? 57 o'rinda kelibdi. 57 o'rinda kelibdi. Bismillahirrohmanirrohimdan boshqa 7 o'rinda bir yerda kelgan deydi. Er-Rahman va Er-Rahim sifatlari Bismillahirrohmanirrohimdan boshqa 57 o'rinda kelgan va 7 o'rinda bir yerda kelgan. Biz har kun namozda o'qiydigan, namozning har rakatida o'qiydigan Fatiha surasidami Ar-Rahman, Ar-Rahim sifati bor. Fatiha surasining 5-dagi 3 oyatini qarasizlar, baqsizlar. Fatima o'qing. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Maşallah. Qaranglar, biz Allohninki Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatini har kuni nurg'un qitim tilga olamiz. Ya'ni har bir ishni boshlagan vaqtimiz biz nima deymiz? Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Qaranglar, Bismillahirrohmanirrohim degan nihoyat shafqatli bo'lgan va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deganlik. Bu biz boshlagan vaqt, bir ishni boshlagan vaqtimizda Allohning 99 ism sifatlaridan 3 sifat bilan boshlaydi ekanmiz. Qaranglar. Birinchi sifat qaysiga? Allohning ismi bo'lgan Alloh ismi. Allah ismi. Ikkinchisi Ar-Rahman ismi. Üçüncü ismi Er-Rahim ismi. Allah'ınki muşu 3 ismini tilgab turib biz bir ishlarni boshlaydi ekanmiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Hamda har bir rakat namozimizda o'qiydigan Fatiha surasida nim qaysi sifatlar bor ekan? 2-oyatida Ar-Rahmanir-Rahim deb Alloh taolo nihoyat shafqatli va mehribondir deb muşu ismini tilga oldi ekanmiz. Endi biz bugun dersimiz uchun mushu Allohning Ar-Rahman va Ar-Rahim degan ismniki qanday ma'nosi bor? Mushlarni biz bilib o'taylik. Ar-Rahmanning ma'nosi nima? Avval Ar-Rahmanning ma'nosini ko'rib o'taylik. Ar-Rahman degan gapga Allah'ın ismi sifatlaridan biri bo'lib, Allah yaratgan bütün mahluqotlarga sonsiz ne'mat va rizq berish bilan shafqat qiluvchi zot deganlik. Allah yaratgan mahluqotlarni qanday sanab baqsizlar? Dama. İnsan, hayvan, haşeratını Allah yaratıyor. Maşallah. Allah yaratgan mahluqotlar, insonlar, jinlar, hayvonotlar, o'simliklar, siz deganlar. Allah'ın yaratgan mahluqotlar. Allah'ın yaratgan mahluqotlar degan sonsiz cheksiz ustoz. Sanab bo'lmaydi. Faqat biz cho'ng turlarini sanayapmiz, Yaxshi. Mushundaq Allah yaratgan, mushundaq cheksiz mahluqotlarning hammasiga ne'mat berish bilan, rizq berish bilan shafqat qiluvchi zot deganlik deydi. Yani Allah'ın Ar-Rahman ismi naytun bir ulug' bo'lgan bir ism. Qur'on Karimda Ar-Rahman deb boshlangan bir sura bor. Yani Allah Taala insonlardan mayli musulmon bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, mayli munofiq bo'lsin, yani qandaqliki bir mahluqot bo'lsin, Allah hamma narsaga, hamma insonga o'xshash ne'mat berguchi, o'xshash rizq berguchi, shafqat qiluvchi zot deganlik. Bildinglarmi? Allohning Ar-Rahman degan bu ismi bütün mahluqotlarga xos. Bütün mahluqotlarga xos. Endi Allohning Ar-Rahim degan isminingki ma'nosini qarab boqaylik. Bu Allohning ismi sifatlarining biri bo'lib, mu'minlarga cheksiz kuyungichi mehribon zot deganlik. Endi bu Ar-Rahim kimga xoskan? Mu'minlarga xoskan. Yani Allahqa iymon etgan mu'minlarga xos bo'lgan bir sifatkan.
Allah müminlerge cheksiz kuyungichi mehribon zot deganlik. Ma'nosini bildinglarmi? Ar-Rahim degan gapga Allah yaratgan bütün mahluqotlarga shafqat qiluvchi zot deganlik. Bütün mahluqotlarga shafqat qiluvchi zot. Ar-Rahim deganchi müminlerge cheksiz kuyungichi mehribon zot deganlik. Bunda bo'lsa, bu Ar-Rahman va Ar-Rahimningki farqi nima? Farqini keltirib baqaylik. Ar-Rahman degan bütün mahluqotlarga shafqat qilgan Allah. Bu yerda degandek, bütün mahluqotlarga shafqat qiluvchi Allah. Yani Allah Taala bütün mahluqotlarga rizq berdi. Bütün mahluqotlarga yigizdi, ishkizdi. Shundaqo mol dunyolarni berdi. Yani bütün insonlarga mol dunyo berdi. Mayli kafir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, hammasiga mol dunyo berdi. O'ldirdiganga uy berdi, haydaydiganga mashina berdi, og'rib qolsa kasalliklarga shifolik berdi. Hamma mahluqotlarga, yani bütün insonlarning hammasiga aql berdi. Shundaqo bütün a'zolarni ishlaydigan a'zolarni berdi. Yani Allah, yani kafir bo'lsin, musulmon bo'lsin, bütün insonlarning hammasiga shafqat qiluvchi. Ar-Rahim degancha, Ar-Rahim müminlerge shafqat qilgan Allah. Allah Taala mushu dunyoda iymon etgan mümin bandalarga shafqat qiluvchi, mümin bandalarga kuyunguchi, ularga rahim qiluvchi degan ma'noda. Bu ikkisiniki birinchi farqi. İkinci farqi, Ar-Rahman degan bu ism faqat Allohga xos ism. Faqat bu Allohga xos bo'lgan bir ism. İnsonni bu ismni atsak bo'lmaydi. İnsonni Rahman deb atashga bo'lmaydi. Faqat Allohni ham Rahman deb ataymiz. Rahman faqat Allohni ham ko'z tutgan bo'lamiz. Ya'ni bir insonni Rahman deyishga bo'lmaydi. Ar-Rahim degan bu sifatchi Allohda va boshqa mahluqotlarda bo'ladigan bir sifat. Allah'tan buludu, başka mahlukatlardan buludu. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim deb maqtagan. Yani rahim deb maqtagan. Tövbe suresinin 128. ayetida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu rahim degan sifatlar maqtagan. Sen müminlerge aytam rahim qilguchi deb maqtagan. Şu bu ayetdan bilimiz, yani bu Ar-Rahim ismi Allah'tan buladigan ve başka mahlukatlardan, başka insanlardan tepiladigan bir sifat. Yani bu sifatlar başka insanlarni sifatlaşki buludu. Peygamberimiz Allah Taala sifatlagan. Bildiğinin farqini, yani iki farqı var. Birisi Ar-Rahman bütün mahlukatlarga shafqat qilgan Allah. Ar-Rahim müminlerge shafqat qilgan Allah. Yani ikinci farqı Ar-Rahman Allah'ga xos ism. İnsanın bu ismini adaş bo'lmaydi. Ar-Rahim bu Allah'ga xos emas. Bu sifat Allah'tan tepiladi, başka mahlukatlardan, başka insanlardan tepiladi. Bildinglar? Undaq bo'lsa, Allohninki mushu Ar-Rahman, Ar-Rahim ekanligi, ya'ni mehribonligi va shafqati qanchalik darajada, Allah qanchalik darajada mehribon, bularni ko'rib boqaylik, ha? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem undaq degan. Men hadisniki Uyg'ur tarjimasini keltirib qo'ydim. Haqiqatan Allohning 100 rahmati bo'lib, uningdan bir rahmatni jinlar, insonlar, hayvonlar va qushlarning orasiga tushdi dedi Alloh taolo. Yani Rasululloh shunday dedi. Yani Alloh taoloninki 100 rahmati bor ekan. Bu 100 rahmatdan bir rahmatni zimindagi jinlarning, insonlarning, hayvonlarning va qushlarning orasiga tushiribdi. Allohning shu bir o'lish rahmatining sababi bilan ular bir-biriga mehribonlik qilishidi va rahim qilishidi. Shu rahmat bilan vahshiy hayvonmi o'zining bolasiga mehribonlik qiladi. Alloh taolo 99 rahmatni kechiktirib, uning bilan qiyomat kunisi rahim qiladi deydi. Qaranglar, biz dunyodagi insonlar, jinlar, hayvonotlar, qushlar hammamiz Alloh taoloning tushirgan bir rahmati bilan bir-birimizga mehribonlik qilishib, bir-birimizga rahim qilish peshob etibmiz. Yani insonlarning o'rtasidagi o'zaro mehr-muhabbat qarab yaqinlar, ananing bolasiga bo'lgan mehr-muhabbatga qarab yaqinlar, qarindoshlarning o'rtasida mehr-muhabbat qarab yaqinlar. Ba'zida masalan eng yaqin kishilarimizni ayirib qolgan vaqtimizda yuragimiz yeliklik darajada noyatib azoblanamiz. Uning bo'lgan mehr-muhabbatimizning sababi bilan Alloh taoloninki qaranglar, bir mehr-muhabbat bilan, bir rahmat bilan mush insonlar o'rtasida mushundaq mehr-muhabbat bo'lgan yerda
Bu mehr muhabbet, bu Allah'ın rahmeti 1%'den yani bir ölüşten sel çıkıp ketken bolsa qanday olib ketadi? Şundaymı? Yani Allah oylap bakыңlar, bir rahmet bilen biz muşundaq birimiz mehribonlik qilishqa yada Allah'nınki 100 rahmet, Allah 100 rahmet bilen qanchalik mehribon zotdir. His qildinglarmi? Yani Allah Taala bu bir rahmetninki 99 rahmetini-chi qiyomat kunisiga kechiktirib, shuning bilan insonlarga rahim qilib, bizni jannatga kirgizadi. Maşallah. Endi Allah'ın rahmetini hemmimiz his qilyapmiz bayaqi hadisdan. Endi birma-bir tilg'ab baqayli. Birma-bir Allah'ın rahmetlerini misal bilan tilg'ab baqayli. Birinci, Allah Taala bandalarning gunohlarini dunyoda maxfiy tutadi. Va mu'min bandalarning gunohini oxiratda mag'firat qiladi. Yani Allah Taala bu dunyoda gunoh o'tkazgan bandalarningki gunohlarini maxfiy tutadi. Oshkorlab etamdi? Herkes oshkorlab etmaydi. Faqat maxfiy holatda yezib qo'ydi. Hamda oxiratda bu gunohni mag'firat qiladi. Yani Allah Taala nihoyatda mag'firat qiluvchi zot ekan. Eğer de öyle bakınlar, insanların arasında özümüz yakın dostlarımız dep bakaylı meselenge bizden bir yaman işimizi görüp kalsın, bilip kalsın. Onu ahırga sır tutup bizden mahfi tutalamdı, tutanmaydı. Bir günü sevip düşmanlaşıp kalgan vaktimizde, bir gün sonun köngülü yarım kalgan vaktida sen palan vakti manda kalgandan dep işini tutulgaylıp aşkarlı bitişi mümkün. Ama Allah Taala bendileri qanchalik günah ötküzsün, qanchalik yaman iş qilsin, dünyada mahfiy tutadi. Hammani bilib turguchi Allah Taala, ammo bilganlarini oshkorlab etmaydi. Bu insonlarga qolgan Allohning rahmati. Yana oxirat kunisi Allah Taala mushundaq gunohkor bandalarning gunohlarini mag'firat qiladi. Mag'firat qiladi. Yani Allah'ның gunohlarimizni mag'firat qilishi, Allah'ның naqadar bir mag'firatlik, naqadar bir shafqat qilsa ekanligini bizga ko'rsatib beradi. İkincisi, Allah Taala bende bir yaxshilik qilsa, yani Allah Taala'nın bendisi, yani biz bir yaxshilik qilsa, 7 hasidan 700 hassigacha ko'paytib beradi. Yani eğer biz bir yaxshilik qilsaqchi, Allah Taala 7 hasidan 700 hassigacha ko'paytib beradi ekan. Ammo bir gunoh qilsaq, bir gunoh yozar ekan. Bu Allah'ның nihoyatda rahimdil, nihoyatda shafqatli bir zot ekanligini ko'rsatib beradi. Öyle bakımlar bir yaxshilik qilsa qancha kezildi ekan? 7 hasidan 700 hassigacha ko'paytib kezildi ekan Allah Taala. Bir yaxshilik qilsaqchi, bir gunoh qilsa, bir gunoh yozadi ekan. Ha gap qilaman. Hasidan degan hassa degan ko'paytish degan gap. Masalanga birni 7ga hassalash degan gap, birni 7ga ko'paytish degan gap. Birni 7ga ko'paysa qancha bo'ldi? 7 bo'ladi. Birini 700 ko'paysa qancha bo'ldi? 700 bo'ladi. Agarda yaxshiligimiz bir emas, 5 yaxshilik qilayli. Masalan, yaxshilikni sanoqlanmaydi, lekin sizlarga misol keltirib tavattaman. 5 yaxshilik qilgan bo'lsak, 5 ni 7 hasilsak qancha bo'ldi? 7 ni 5 ni 7 ko'paytirsak qancha bo'ldi? 35 bo'ladi. Deganga o'xshash. Hassa degancha ko'paytish degan gap. Bildinglarmi? Hassani bilish uchun ko'paytirsanlar chiqadi. Aniq bo'ldimi? Ha, yaxshi. Yani Allah Taala bir yaxshilikqa qanchalik savob berdi ekan? 7 hasidan 700 hasigacha savob berdi ekan. Ammo bir gunoh qilsaqchi, bir gunoh yozadi. Agarda qalbimizda bir yaxshilik o'ylab qolsaqchi, Allah Taala bir yaxshilik yozadi. Agar uni qilsak, 7 hasidan 700 hasigacha ko'paytib beradi. Agar qalbimizda bir gunoh ishni o'ylab qolsak, ya'ni qilmay turib bir gunoh ishni qalbimizga keltirib qolsaqchi, uni Alloh taolo gunoh yozamdi? Yozmaydi. Agar uni qilib qolsak, qalbimizda o'ylagan mush gunoh ishni qilib qolsaqchi, bir gunoh yozadi. Alloh nima degan mehribon ekan qaranglar. Agar Alloh taolo bizga odillik bilan muomala qilgan bo'lsa, yaxshilik bilan yomonlikqa, odillik bilan muomala qilgan bo'lsa, biz nihoyatda beksiyan tortdik. Amma Allah Taala özünün Er-Rahman, Er-Rahim sıfatı bilan muomala qilibdi. Allah nihoyatda mehribon bir zot ekan. Üçüncüsü, Allah Taala bizni qurbatimiz yetmaydigan ishga buyurmaydi. Ya'ni Allah Taala bandalarining qurbatini qurbatimiz degan nima?
qudretimiz, yani kuchimiz degan gap. Kuchimiz yetmaydigan ishga buyurmaydi. Yani qobiliyatimiz, iqtidorimiz, kuchimiz deb tushunsanlar bo'ldi. Yani biz qanchalik ishni qila olsak, qancha kishi qilishga bizningki iqtidorimiz bo'lsa, kuchimiz yetsa, Alloh shu ish qilib buyuradi. Bizning kuchimiz yetmaydigan ishga Alloh taolo buyurmadi, buyurmaydi. Allah Teala bizni kuchimiz yetmaydigan ishga buyurmaydi. Masalan, shu Ramazon oyida qattiq kasal bo'lib qolgan bir kishiga Alloh taolo ro'za tuting deb buyurmadi, buyurmaydi. Kasal bo'lib qolgan kishi keyin ro'zasini to'liq tutib olsa bo'ladi. Masalan, haj qilish nihoyatda cho'ng bir ibodat. Haj qilishni Alloh taolo qurbatingiz yetsa qiling dedi. Ya'ni haj qilishga berib kelgan pulingiz bo'lsa, yo'lingiz bo'lsa, qilsangiz bo'ldi. Agar o qurbatingiz yetmasa, qilmasangiz gunoh yozmayman dedi. Endi zakat qaranglar. Zakat nihoyatda cho'ng ibodatlardan birisi. Zakatni Alloh taolo qurbati yetadigan kishiga farz qildi. Ya'ni malninki nisobi yetadigan. Ya'ni boy kishilarga zakat berishni farz qildi. Ammo puli yo'q, kambag'al kishilarga zakat kelamdi, zakat kelmaydi. Ya'ni Alloh har qanday bir ishni insonninki qurbati yetadigan darajada buyurdi. Bildinglarmi? Maşallah. Ha, maşallah. Belki ko'rgan bo'lsanglar mumkin, nervisi ojiz kishilar bor. Ya'ni gap qilolmaydigan, kallasida joyida ishlamaydigan nervisi ojiz kishilar bor. Alloh taolo bu ojiz kishilarga shariatdagi buyruqlarni ular qiling demdi, ulardan ko'tarib o'tadi. Alloh taolo unda qilin namoz o'qiolmaydigan, ro'za tutolmaydigan, undaq odatdagi ojiz meyib kishilarga Alloh taolo o ishni ko'tarib o'tadi. Chunki u kishining qurbati yetamdi, yetmaydi. Yani Alloh taolo nihoyatda mehribon qaranglar. Bildinglarmi? Allohning mehribonligini buni his qildinglarmi? Maşallah. Endi qaranglar, kichik bolalarga kelaylik. Alloh taolo kichik bolalarga toki balog'atga yetguncha gunoh yozmaydi. Chunki kichik vaqtda insonlarningki aqli to'shmagan bo'ladi. Bir narsalarni farq etishliklari tuvan bo'ladi. Shunlashqa kichik bolalarga Alloh taolo o'zining buyruqlarini qiling deb buyurdi ekan, buyurmaydi. Agar qilmasa gunoh yozamdi, yozmaydi. Ya'ni balog'atga yetguncha oraliqda namoz o'qimasangiz yozilmaydi, ro'za tutmasangiz yozilmaydi. Ammo balog'atga yetgandan keyin, aqlingizga to'shqandan keyinchi qilmagan chog'da andan keyin gunoh yoziladi. Ya'ni bu Allohningki kichik bolalarga qilgan rahmati. Bildinglarmi? Allah nihoyatda mehribon zotmikan? Ustoz. Ha? Lekin savob yozadi, maşallah, qaranglar. Gunoh yozmaydi, lekin savob yozadi. Agarda kichik vaqtda yaxshi qilsak, Alloh buyurganini qilsakchi, gunoh yozmaydi, savob yozadi. Endi yana Alloh taolo unutib qolgan, bilmasdan xatolik bilan qilib qolgan gunohlaringiz uchun mag'firat qiladi. Agar bir ishni unutib qolsangiz, bilmasdan xatolik bilan qilib qolgan bo'lsangiz, gunohlaringizni Alloh taolo mag'firat qiladi. Masalan, buni misol keltirib boqay, agar qilaman. Mag'firat qildi degan nima? Mag'firat qildi degan, afu qildi degan gap. Kechirib etdi degan gap. Tushundingizmi? Qarang, endi bizni deyotibdik, ya'ni unutib qolgan, bilmasdan xato qilib qolgan gunohlarni Alloh mag'firat qildi deyotibdik. Buni misol keltirib boqay. Masalan, biz bugun ro'za tutdik. Ro'za tutganligimizni unutib qilib, suv ichib qoldik. Bu yerda Alloh taolo bizning suv ichganligimizni unutib qolganligimiz sababli mag'firat qilamdi? Albatta mag'firat qiladi. Chunki biz ro'za tutganligimizni unutib qoldik. Muallim, ben bir kitapta okudum. Bir kim ro'za tutib unutib qilib bir narsa yeb qolsa, Peygamberimiz bunda debdi. O ro'zasini davomlashtiravursin, Allah ona oziqlantirgan o'xshaydi deydi. Maşallah, yani Alloh taolo uni oziqlantirgan o'xshaydi. Chunki unutib qolganlik sababi bilan Alloh taolo uningga bir gunoh yozmaydi. Endi bilmasdan xatolik bilan qilib qolgan gunohlarni deylik. Masalan, biz shariatning ahkomlarini jiq bilmaymiz. Ya'ni bilmay turib, bir ishningki gunoh bo'lganligini bilmay turib qilib qolgan bo'lsak, qilib bo'lgandan keyin endi boshqalardan
Oy bunda qısınız günah oldu cümle qısınız bulmaydı dese. Oy Allah deptiri endi qanday qilama demasdan qanday qilamiz chog'da biz bilmasdan bir xatolik qilib qolsakchi Alloh taolo bizdan yana mag'firat qiladi. Lekin bilishimiz, o'rganishimiz farzmi, o'rganishimiz farz. O'rganib turibmi, yana bilmaydigan nurg'un ishlarimiz bo'ladi. Bilmasdan xatolik qilib qolsakchi Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qiladi. Bildinglarmi? Ha, bildik. Muallim. Mesela ben bir to'g'risini o'rganib ustozni maktabda o'rganib keldim. Endi unutib qilib necha kun borga xato ishni qilib qolsam Alloh kechiramsa. Allah buninggacha gunoh yozmaydi. Alloh kechiradi. Yani unutib qilib qilgan bo'lsak, bilmay turib qilgan bo'lsak-chi Alloh taolo o'qigan ishimiz uchun mag'firat qilib o'tadi. Allah nihoyat mehribon zot. Maşallah. Qarang oxir kelaylik. Alloh taolo payg'ambarlarni va kitoblarni avatish bilan bizga hidoyat qildi. Biz bu darsimizni qilib bo'ldik. Alloh taolo bizga payg'ambarlarni avatdi, kitoblarni tushirdi, shu orqali bizni to'g'ri yo'lga boshladi. Bizning yine Allohning hidoyati bilan musulmon bo'lishimiz Allohning eng chong rahmati. Bizningki musulmon holatda shu dunyoda yashashimiz uchun Allohning bizga qilgan eng chong rahmati. Chunki bu hidoyat faqat Alloh tarafdan keladi. Yani bir insonni hidoyat qilolmaydi. Hidoyatga boshlay oladi, hidoyatga chaqira oladi, ammo hidoyat qilaolmaydi, hidoyat qilolmaydi. Yani hidoyat faqat Alloh tarafdan bo'ladi. Yani bizning Allohning hidoyatiga erishib, mushundaq musulmon bo'lishimiz uchun Allohning eng chong rahmati. Agar o'ylab boqaylik, biz musulmon bo'lmagan bo'lsak, bu dunyodami nima uchun yashayotganligimizni, nima uchun dunyoga kelganligimizni, nima ishni qilishimiz kerakligini bilmasdan hayvonga o'xshash yashagan bo'lardik. Qiyomat kunichi, qiyomat kunisi Allohning jannatidan mahrum bo'lib qoldik. Yine bizning tatgan ziynimiz ko'p bo'lamdi, albatta ko'p bo'ldi. Dunyo va oxiratda nihoyatda ko'p ziyon taqsir bo'lib qoldik, musulmon bo'lmagan bo'lsak. Yine bizning musulmon bo'lib, shu dunyoda yashashimiz, musulmon holatda yashashimiz uchun Allohning bizga qilgan eng chong rahmati. Chunki biz bu dinimiz bilan izzatimizni topamiz, o'zimizningki qadr qimmatimizni topamiz. Ahiret uchun Allohningki rahmati bilan jannatga erishimiz. Ya'ni mangulik bo'lgan ahiret dunyosida uchun jannatda yashaymiz. Bu cho'ng ishmi bu? Nihoyatda cho'ng bir baxt. Bizning musulmon bo'lishimiz nihoyatda cho'ng bir baxt. Yani sizlarga o'xshash bolalarning musulmon bir oilada, musulmon ota-onaning tarbiyasi cho'ng bo'lishinglar uchun Allohning nihoyatda cho'ng bir rahmati. Nihoyat cho'ng rahmati. Buni his qilardinglarmi? His qildik, maşallah. Altıncısı insanlarning shaytonga ergashib ketmay Allohga itoat qilishi. Yani biz hammamizning shaytonga ergashib ketib qolmay Allohga itoat qilib yashashimizmi Allohningki bizga qilgan bir rahmat ekan. Şeytan bütün insanlarni ozdurman deb har vaqt har xil neyli-nayronlarni qildi. Shundaqmi? Yani Allohga itoat qilgan insonlarningki shaytonga ergashib ketmasligimi Allohning bir rahmati. Buning dalili sifatida men sizlarga Nisa surasining 80-oyatini keltirdim. Qaysi vaqt oyatni? Bismillah. İmran noksanlar muallim Zulkifil. Muallim. Maqul. Walaula Allah cimsirong ha? Qayta o'qing. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. İyi müminler, eğer sizlerge Allah'ın fazli ve merhameti bulmasa idi, sizlerine azane kişiden başkalarınlar elbette şirk tartanlar. Maşallah. Allah Teala'nın davet ettin. Eğer sizlerge Allah'ın fazli ve merhameti bulmasa idi, sizlerinin azgını kişiden başkalarınlar elbette şeytanға ergashib ketayotganlar deydi. Yani Allah Teala bizni şeytanın vesvesinden o'zining rahmeti bilan saqlab qoladi ekan. Bu Allah'ның Rahman, Rahim bo'lganligining alomatlari. Keyin o'taylik. Allah'ның
bütün mahlukatlara rızık verişi. Allah'ın bütün mahlukatlara rızık verişi, yani Allah'ın Ar-Rahman, Ar-Rahim sıfatını, Ar-Rahman sıfatını bizge naitimü gavdilik derecede sıfatla öldürüvatıdı. Yani Allah Teala bütün mahlukatlara rızık verdi. Şunda ki insanların hemmesiga rızık verdi. Meyli kafir bolsun, meyli musulman bolsun, hemmesiga rızık verdi. Sen kafir iken sen tuğan demeydi. Şunda ki yani kafirlarımı bu dünyada köplep rızıklarını, pol mal dünyalarını verdi Allah Teala. Yani hayvanatlarım Allah Teala rızık verdi. Bütün haşeratlara, bütün üsümliklerge hemmesiga Allah Teala özününki dergahiden rızık verdi. Müşunda bütün mahlukatlara rızık verişi Allah'ın Ar-Rahman sıfatı. Nimiska kapılarım Allah tutup nimetlerini verdi. Nimiska nimetlerini verdi. Allah Teala özünün halisi bilen kıldı. Allah Teala nima için kıldığını biz Allah'ını nimiska mı kıldığını deyimiz mi demeyimiz. Allah Teala halagan işini kıldı. Çünkü kafirlerin dünya yaratkandan keyin Allah Teala'ga şundaq nimetlerini berdi, baylıklarını berdi. Şu arkalık yani baylıklar bilen mi azaplaydı Allah Teala. Baylıklarla mı azaplaydı? Yani bu dünyada Allah'ın ağamcısına ait demek ki. Anne. Makapta eşkili kışkılıvatkan dursa. Kapırlı eskiş kısmı yani Allah Teala rızık berdiken qaran. Bu Allah'ın Rahman sıfatı. Allah Rahman bu başka. Bütün mahlukatların hemmesiga rızık berdi. Hemmesiga mal dünya berdi. Ama ahiretde kafirlarga Allah rahim qilib qolamdi, rahim qilmaydi. Ahiretde Allah'nınki rahmeti kimlarga bo'ldi? Müminlarning ustiga bo'ladi. Faqat iymon etgan kishilarga Allah rahmat qilib, o'zining rahmati bilan jannat kirgizdi. Kafirlarga cho'chaqda o'zining g'azabi bilan ularni do'zaxga tashlaydi. Ya'ni hukm qachon berildi ekan? Qiyomat kunisi beriladi. Qiyomat kunisi kimning foydag'anligi, kimning ziyon tatqanligi shu kun oshkor bo'ladi. Yani bu dünyadaki yani kafirlar özününki azgına mal dünyası qarab köränlep ketkeni bilen ahirette qanday boldu ekan Allah'ın acayip bir azabı duş keladi. Yani Allah'nınki rahmetining alametlerinden keçi bilen gündüzü almış duruşu. Keçi bilen gündüzü almış duruşu. Allah Teala'mış keçi bilen gündüzü almıştır arqalaq. Keçini yaratış ve gündüzünü yaratış bilen bizge naayetimi çoğun rahmet qilgandir. Yani bunun delili sıfatı men sizlarga Qasas surasining 73-nji oyatini keltirdim. Qaysini o'qib baqsizlar ayatni andan keyin tahlil qilaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min rahmetihi ceale lekumul-leyla ven-nahara liteskunu fihi ve litabta'u min fadlihi ve leallekum teşkurun. Sizlerini aram olsun gündüzde hayatlık yolda hareketlenip Allah'ın fazlini talep kılsın. Allah'ın nimetlerine şükür kılsın dep sizler üçün kitabilen gündüzünü yaratış Allah'ın rahmetidir. Sure Qasas 73. ayet. Maşallah. Yine qaranglar, o'ylab beqinglar. Allah Taala biz kechini aramasın deb yaratibdi shundaqku. Kunduznichu mushu harakat qilib ishlardan shug'ullansın deb kunduzni yaratibdi. Yani Allah'ın mushu ne'matlarga shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidan do'r deydi. Agar Allah Taala o'ylab beqinglar bizga kechini yaratmagan bo'lsa, biz qanday holatda bo'lardik? Faqat kunduzni bo'lib, kecha bo'lmagan bo'lsa, charchashdan holimizdan ketib yiqilib qoladik. Yani almışu keçilik uykununki bizning bedenimizga noyitim ko'p foydasi bor. Agar da Allah Taala mushu keçini bizga orom olsin deb yaratmagan bo'lsa, nurg'un insonlar noyitim charchab ketadi. Hech kim agar kechamiz uxlay olamizmi? Uxlay olmaymiz. Mushu turmalardimi mushu mahbuslarni mushundaq uxlamasin deb chiroqlar bilan azoblaydi ekan, anglashimcha.
üstüge aşu naytımı yoruq bir nima lampani qo'yib ashundaq nima qilib qo'ydi ekan, ashunda azoblaydi ekan. Bu chiroqning ta'sirlanchi insonchi uxlayolmaydi ekan. Uxlayolmagan ekan qanday bo'ldi? Menga naytim bek charchaydi. Shuning bilan necha kun uxlayolmagan odamchi qalaymiqan jo'lishga boshlaydi. Nima deganini bilmaydigan holatga kelib qoldi. Oxirida-chi davomlashaversa inson sarong qilishi mumkin. Yani bu keçli uxlash Allah'ın bizga qilgan bir rahmeti. Allah'ın bizga qilgan rahmeti. Yani gündüzde hareket qilishchi bu Allah'ın rahmeti. Agar da kechini nam yaratib kunduzi yaratmagan bo'lsa bizchi uxlabla o'tgan bo'lardik. Hech qanday qish qo'limizdan kelgan, hech qanday ishni vujud chiqarolmaydik, hech qanday bir ish qilolmaydik. Yani Allah'ın buyurgan ishini qila olamizmi? Qila olmaymiz. Yani bizga shunday kecha bilan kunduzni yaratib berishi, kecha bilan kunduzni yaratib berishi Allah'ın bizga qilgan rahmetidan iborat. Tushundinglarmi? Muallim küçükten gündüzün faydaları yeni bir insanlar kaçıncı günde bağımlılığını düşünerliydi. Ha, yaxshi. Mush kech bilan kunduz olmuş bilan biz kunlarni hisoblaymiz, ha, maşallah. 9-si yomg'irning yig'ishi. Qasinglar o'qib boqsizlar? Ben kısamlamda. Ha, o'qinglar. واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Maşallah. Hem de uyg'ursini o'qib boqaylik. Qaysini o'qib boqsizlar? Muallim ben okuyup baksam Musacan. Ha, Musacan o'qinglar. Hem aku sizlerinin ilahiyinler bir ilahdır. Onundan başka hiç mebud berhak yoktur. O nihayeti şefkatlidir, nihayeti mihirbandır. 163. ayet asmanlardan ve ziminin yaratılışıda, gece bilen gündüzden nöbetleşişide kişilerge faydalı nerselerini elip denizde yüzüp yürgen kimilerde Allah buluttan yağdırıp berge ölgen ziminini terildiğen yağmurlar yeryüzüge tarkıttı ve etken hayvanlarda şamal yönülüşlerinin özgürüp duruşuyla asman zemin arasında boysundurulgan bulutlarda çiğnediğen kişiler için elbette Allah'ın birlikini gösterdiğin deliller vardır. Sure Bekara 164. ayet. Maşallah. Maşallah. Qaranglar, Alloh taolo 163 oyatda u nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir deb Alloh taolo o'ziniki shafqatli va mehribon ekanligini tilg'alagandan keyinlam nima debdi? Osmonlarning va zaminning yaratilishida. Ya'ni bunda Allohning birligini ko'rsatgan dalillar bor debdi. Ya'ni bu Allohning shafqatini ko'rsatgan ishga qarab boqaylik. Kecha bilan kunduzning navbatlashda bayatni so'zlab bo'ldik buni. Shundaqmi? Kishilarga foydali narsani elib dengiz uzib yurgan kemalar deydi, qaranglar. Kemalarga qarab boqaylik. Ma'lum kema shundaqmi? Bu kema dengizda mangadi. Buningdimi Allohning birligini ko'rsatgan dalillar bor, ham Allohningki nihoyatmi bizga mehribon, shafqatli ekanligini ko'rsatadigan bir dalil. Endi bu kema bilan Alloh qanday shafqatli deb o'ylab qolgan bo'lishimiz mumkin.
Yine muş kema orqali biz dunyoninki, yani dengizniki u chetidan bu chetiga o'talaymiz. Shundaqo kema orqali bu dunyoninki hamma yerini kezalaymiz. Bu kemalar orqali nurg'un mollarni to'shiymiz. Nurg'un mollarni to'shiymiz. Kema orqali nurg'un tijoratlar kema orqali bo'ladi. Kema to'shigan mollar orqali bo'ladi. Yine bu Allah'ın bizga qilgan nihoyatda cho'ng bir rahmati. Bu kemiga qarab beqinglar, Alloh taolo mush ustida, suning ustida layl tepamizda bir inson layl talamdi buni hargiz qilolmaydi. Bu suning kuchini, mush layl kuchini kim bergan? Alloh taolo bergan. Alloh taolo bergan. Tushundinglarmi? Bu mushu kemim Allohning rahmatimikan? Bizga qilgan rahmati. Kemim Allohning bizga qilgan rahmati, ha? Eğer kemi bulmagan bolsa Allah Taala müştaq kemini şu daryanın ustida, dengizin ustida laylaydigan qilib bermagan bolsa, biz dengizdagi hech nimadan foydalanmaydik. Dengizga chiqqanda baliqlarni tutolmaydik. Yani kemichilar tutadi-ku, baliqlarni mushab kemida mengib yurib, baliqlar tutadi. Baliqlarni yemaydik, dengizning nurg'un narsasini bilmaydik. Hattoki Amerikada qanday tepilganda, Amerikada keyin bayqalgan-ku, yani ikki dengizning o'rtasida bo'lgan bo'g'ashqa insonlar uzungacha unda bir quruqlikning borligini bilmagan. Faqat mush kema orqali mush okeanuslarni mushtaq mengib yurib, sayohat qilib yurib, oxiri mushtaq Amerikadan iborat bir cho'ng bir quruqlikniki Alloh yaratgan zaminning ustidagi cho'ng bir quruqlikning bor ekanligini mush kema orqali tepib chiqqandik. Yani bu Allohning bizga qilgan bir cho'ng rahmati, ha? Yana axir qaranglar. Allah bulutdan yağdırıp bergen, ölgen zeminni tirildirgan yağmurda deydi. Bu yağmur Allah'ın bizga qilgan rahmati. Eğer zeminin ustiga yağmur yağmaydigan bolsa, zemin nihoyatda qurg'oqchilik bo'lib ketadi. Shundaqo, qurg'oqchilik bo'lib ketganda bo'ldi, zemin yerilib, ustida o'simlik o'samdi, o'smaydi. O'simlik o'smaydi. Hayvonotlar yashay olamdi, qurg'oqchilik hayvonotlar yashay olmaydi. Biz yashay olaymizmi? Biz yashay olmaymiz. Yani bu yağmurmu Allah'ın bizga qilgan bir rahmati. Yeryüzü taqtatgan hayvanotlarda deydi, qarang, hayvanotlarda, shamol yo'nalishining o'zgarib turishida, yani hayvanotlar bizni Allohninki insonlarga To'g'risida hayvonotlar bo'lmasa biz uzuqlik yetishmaydi, biz bir narsa yemaymiz hayvonlardan. Imom Allohning bizga qilgan rahmati. Shunda hayvonotlar bo'lmasa, siz degandek yeydigan go'shtlarimiz nerdan hayvonotlardan keladi? Shamol yo'nalishining o'zgarib turishi, osmon zamin orasidagi bulutlar deydi, qaranglar. Bularning hammasi Allohninki birligini ko'rsatgan dalil, ham Allohning bizga qilgan rahmatininki ifodalari, ha? Asl kayni qilayli. Allohninki rahmatlaridan 10-misolimiz nimkan? Alloh taolo qiyomat kunisi mu'minlarga rahim qilib, payg'ambarimizning shafaati va olimlarning, shahidlarning, qorilarning shafaati bilan jannatga kirgizadi. Bu şafaat miço Allah'ın rahmetinin bir ifadesi. Kıyamet günü kim bizge şafaat kılıdı? Peygamberimiz şafaat kılıdı. Alimler şafaat kılalaydı. Şehitler şafaat kılalaydı. Qarilar şafaat kılalaydı. Müşanın şafaati mi? Müşanın şafaat hukukunun berilişi miço Allah'ın insanlığa bilen bizlerge kılgan rahmetinin bir ifadesi. Çöndünler mi? Çöngen bu sağlar. Dersimizin mezmunu ahırlaştı. Endi bu dersni mush Allohning Ar-Rahman, Ar-Rahim degan bu ismni o'rgangandan keyin amaliyatimizni qanday tatbiqlaymiz? Buni o'rganib qo'yiblar, bu bo'ldi qilamdi. Amaliyatimizga buni qanday tatbiqlab, qanday amillashtiramiz? Bu vaqt to'xtalaylik. Birinchidan, yine biz Allah'ın Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim degan ismini bilgandan keyin qanday qilamiz? İnsanlarga, hayvanotlarga ve o'simliklarga rahimdilik bilan muomala qilamiz. Ularga kuyinamiz. Allah mushundaq bir shafqatdek mehribon zotga, noyatimi kuyimchan bir zotga. Bu bizmi qanday qilishimiz kerak? O'zaro rahim qilishimiz kerak. İnsanlarga kuyinishimiz kerak. Hayvanotlarga kuyinishimiz kerak. O'simliklarga kuyinishimiz kerak. Mushundaq qilgan vaqtimiz uchun Allah taolo andan bizga rahim qiladi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men la yarham la yurham degan. Kim rahim qilmasa rahim qilinmaydi degan. Yani kim mushundaq insonlarga rahim qilmasa men unga rahim qilmayman degan Alloh taolo. Shunday biz qanday qilamiz? İnsanlar o'rtasidagi mehr, shafqat, rahmat biz chuqur bo'lish kerak. Ba'zi insonlar var, noyat zolim, rahimsiz insonlar. Bularga Alloh rahmat qilamdi ekan.
rahmat qilmaydi ekan. Ustaz mesela Karun ustaz. Ha, masalan Qarun. Bugungi zamonda, bugungi dunyoda nurg'un Qarun qo'shish nurg'un zolim insonlar bor. Ya'ni shundaq insonlarga rahim qilmasa, rahim qilinmaydi. Rahim qilinmaymiz, ha. Shunashqa cho'nglar kichiklarga rahim qilish kerak. To'g'rimi? Ondan keyin qayerlarga rahim qilishimiz kerak, yetimlarga rahim qilishimiz kerak, ojiz meyitlarga rahim qilishimiz kerak. Shu vaqtda bizning qalbimizda qanchalik rahimdillik bo'lsa, Alloh taolo bizga shunchalik rahmat bilan bizga yaqinlashadi. Bildinglarmi? Qanday qilamiz bundan keyin? Boshqalarga nihoyatmi mehr shafqat bilan, mehr muhabbat bilan muomala qilamiz. Ikkinchisi, qiyinchilikqa uchraganda shafqatli Allohdan yordam so'raymiz. Yani Allah Teala naitim mağfiret kılıcı, naitim şefkatli satke. Qiyinchilik uchirgan vaqtimizda Allohdan yordam so'rasak, bizga yordam qiladi. Ve Allohning rahmatidan-chu hech umidimiz uzmaymiz. Biz dunyoda qanchalik gunohlarni qilgan bo'lsak, Alloh taolo bizni o'zining rahmat bilan jannatga kirgizishi mumkin. Allohning rahmatidan umidimizni uzmaymiz. Allohning 99 rahmati bor qiyomatga kelib qo'ygan. Shundaqku, mush rahmat bilan insonlarni jannatga kirgizadi. Biz shunday qat'iy ümidimizni üzmeymiz. Eğer de mesela hayatında nurgun yaxshi eskiliklarni qilgan bir kafir kishi Müslüman bo'lay deb sening yaninglarga kelsa, o kishi desa, men nurgun gunoh o'tkazgandim. Buni Alloh taolo bunga qanday qila? Buni kechirami deb so'rasin deb javob beramiz. Alloh taolo kechiradi. Müslüman bo'lishini qilgan bütün gunohlarni Alloh taolo mag'firat qiladi. Alloh taolo nihoyatda rahmatli zot, nihoyatda rahman, rahim bo'lgan bir zot. Sizning gunohlaringizni Alloh taolo kechiradi. Bundan keyin siz Allohning degan buyruqlariga amal qilib, cheklimliklardan yenib, Allohga itoat qilishlar yassangiz, Alloh sizga mag'firat qildi deb javob bersak bo'ldi. Bildinglarmi? Alloh taolo nihoyatda mashaqqatli, nihoyatda mehribon bir zot. His qila oldinglarmi bugun? His qila oldinglarmi? Bas. Buna ustaz siz bugun bir şey daha. Hem de oyun oynayın.